Avvalambor assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda avvalgi darsda o'tganimizdan keyingi, ya'ni uskunalarni qanday ishlatishlikni va undan tashqari kichik amaliy vazifadan keyingi darsimizda bugun layers bo'limi bilan, ya'niki qatlamlar, sloylar bo'limi bilan qanday qilib ishlashlikni bir qator ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozir men mana bu avvalgi darsimizda ochgan Figma faylimni ochib olaman. Albatta bu faylni ochishlik uchun figma.com saytiga kiraman. Xo'p. Undan keyin avvalgi darsimizda ochilgan mana bu faylni ko'radigan bo'lsak, biz bu yerda kichik bir framelarni ochgan edik. Undan tashqari mana bu amaliy dars ishini ishlagan edik. Xo'p, demak, bu safar nimani ko'rib chiqamiz? Bugun mana bu framelarni ichidagi har bitta mana bu masalan mana bu tekstimiz bor yoki mana bu shakllar bor, mana bu qo'shimcha, ya'ni tekstlar bor, matnlar, mana bu shakllar va bu rasm, hammasi har bir elementni biz qanday qilib bir-birini ustiga chiqarishligimiz yoki ostiga o'tkazishligimiz mumkinligini bir qator hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu uchun bizda mana bu Figma saytini, ya'ni Figma platformasini chap tomonida bizda mana bu layers bo'limi bor. Bu yerda o'z umumiy nimalar borligini hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu Figma logotipi tushirilgan joyda bizda Figma platformasini, ya'ni mana shu dastur bo'yicha ishlashlik uchun turli xil menyular bor va bular bizga kerak bo'lgan vaqtida qaysi nima funksiya bajarishligini bir qator hali ko'rib chiqamiz. Odatda bu hozir bizga kerak emas. Bu yerda bizga hozir kerakligi mana bu back to files, ya'niki boshlang'ich home sahifasiga qaytishlik uchun berilgan menyu punkti hisoblanadi. Xo'p, demak, keyingi ko'rib chiqadigan masalamiz mana bu minimalistik ko'rinishdagi menyuni, ya'niki mana shu barni bizga minimalistik ko'rinishga o'tkazib beruvchi tugma hisoblanadi. Bu ham odatda o'zi ishlatilmaydi, chunki bu faqatgina prezentatsiya ko'rinishida mijozlarga yoki kimgadir mana bu artboardlarni, ya'niki mana bu paneldagi hamma narsani ko'rsatishlik uchun ishlatiladi. Xo'p, keyingisi bu Figma faylimizni, ya'ni hozirgi joriy faylni nomi va uni o'zgartirishimiz mumkin ustiga bir marta bosish orqali va bu qayerda saqlanayotgani, ya'niki bu hozir bizda chernoviklar ichida saqlanyapti va u bepul tarifda joylangan ishlayapti. Xo'p, fayl bo'limi bor va assets bo'limi bor. Ya'niki bularni keyinchalik ko'rib chiqamiz, chunki bular prototiplashga va UI kit yaratishlikka oid masalalar hisoblanadi. Bizda poisk bor, ya'niki izlash tugmasi bor. Bu orqali biz istalgan bir elementni izlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu faylning ichida mavjud bo'lgan elementni. Xo'p, pages bo'limi bor. Pages orqali biz yana bitta yangi page yaratishimiz mumkin va bu birinchi page ga o'tadigan bo'lsak, mana bu bizda birinchi page, ya'ni birinchi sahifa hisoblanadi. Ikkinchi page esa yana bitta bizga yangi ish joyini ajratib beradi. Xo'p, undan keyin yana ko'rib chiqadiganimiz bu mana shu page ni ustiga 2 marta bosishlik orqali bu page'larni nomlashlik ham mumkin bo'ladi. Xo'p, Figma darsi birinchi fayl. Mana. Ya'niki biz istalgancha page ochib, uni ichida yana framelarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi masala bu page-ni o'rganganimizdan keyin mana bu layers qismi bor, ya'niki bu qatlam qismi hisoblanadi. Qatlam degan nima degani? Hozir biz mana bu frame-ni ko'rayotgan dizaynimiz bu bizga har bitta elementni joylashib, biz uni usti, ya'niki mana bu dizayn ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, biz uni ustki ko'rinishidan, ya'ni yotgan holatda mana bu ustki ko'rinishidan ko'ramiz. Chunki bu bizda 2D dizayn hisoblanadi. Ustki ko'rinishdan ko'rganimiz sababli bizda mana bunday ko'rinishda yoki mana bu yuqori ko'rinishdan qaraganimizda bizda bir qancha elementlar bor bo'lsa, ular bir-birini ustiga qo'shilib ketgan bo'lsa, biz faqat uni yotqizgan holatda ustki ko'rinishdan ko'ramiz. Ya'niki uni uchinchi tomonini ko'ra olmaymiz. Shu sababli bizda mana bu layers bo'limi bor va layers bo'limi bizga ana shu elementlarni ketma-ket, ya'niki ustma-ust joylashlik imkoniyatini ajratib, ya'ni yaratib beradi. Xo'p, buni hozir amaliyotda ko'radigan bo'lsak, ko'proq tushunarliroq bo'ladi. Men yana bitta yangi frame ochaman va unda ikkita shaklni
bir-birini ustiga joylashtirib ko'rsatib beraman. Xo'p, demak, shakllarni va mana bu o'tgan darsimizda ko'rsatib berilgan mana bu uskunalarni ishlatishlik uchun bizda har bitta uskunani mana ochadigan bo'lsak, o'zini harfi, ya'niki горячая klavisha deyiladi. Maxsus tugmalari klaviatura orqali ochishlik mumkin. Ularni ko'rsatib berishgan mana. Ya'niki R harfini bosadigan bo'lsam, agarda menda rectangle, ya'niki to'rtburchak shaklini ochib beradi. Agarda men O harfini bosadigan bo'lsam, bu bizga doira shaklida bo'lgani uchun ellips chizishlik imkoniyatini beradi. Biz doim mana bu pastdagi uskunalar paneliga murojaat qilmasdan shunchaki qo'l orqali, ya'niki teskari ravishda klavishlar orqali instrumentlarimizni, ya'ni uskunalarimizni ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, to'rtburchak chizdim va undan keyin uni boshqa bir rangga bo'yayman, ya'niki chiroyliroq ko'rinishligi uchun. Xo'p. Mana ajratishligimiz uchun endi bizda mana bu yerda ko'k va qizil ko'rinishdagi ikkita to'rtburchak shaklimiz bor. Ana endi bizda savol paydo bo'ladi. Men misol uchun hozir ikkita shaklni bir-biriga olib kelgan vaqtimda mana ko'k to'rtburchak shaklimiz qizil to'rtburchak shaklni ostidan kelyapti. Mana ko'ryapmiz, ostidan kelyapti va bu bizga qandaydir noqulaylik beradi, chunki bizga misol uchun kerakli dizayn mana bu ko'k dizayn, ya'ni ko'k to'rtburchak shaklimiz bizda qizilni ustidan kelishligini xohlaydigan bo'lsak nima qilamiz? Yoki unga o'xshagan masala, misol uchun mana matn. Mana bu yerda matn bularning ustidan kelyapti. Agarda men istaydigan bo'lsam, masalan, matn harfi faqatgina mana bu yerda ko'rinsin va qizil mana bu to'rtburchak matn shaklini ustini mana shu yarmini qoplab tursin va to'rtburchak mana bu ko'k rangli to'rtburchakimiz matnning ostida bo'lsin deydigan bo'lsak nima bo'ladi? Ya'ni shunga o'xshagan, endi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunga o'xshagan, ya'niki qatlamlar bilan ishlashlik masalasini mana shu layers bo'limi hal qiladi va biz doimiy ravishda mana shu layers bo'limidan foydalanamiz. Shu sababli bu umumiy olganda juda ham kerakli mavzu, chunki layers bo'limini tushunib olishlik bizga juda ham ko'p dizaynlarni yaratishlikda qo'l keladi. Sababi murakkab dizaynlar va o'ziga xos chiroyli, unikal ko'rinadigan dizaynlar albatta mana shu layers bo'limi bilan albatta birgalikda ishlashlik natijasida yaratiladi. Xo'p, ana endi mana shu layers bo'limida framelarni bizga mana shu page'ni ko'rib chiqdik-ku boya, ya'niki mana shu birinchi Figma darsi birinchi faylni ochadigan bo'lsak, mana shu page'imizning ichida nechta frame bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hozir bizda mana 4 ta frame bor. Mana umumiy belgilasak, mana 1 2 3 4 ta frame bor va bizda mana bu framelarning nomlari bo'yicha layers bo'limida 4 ta mana frame bizga bo'lim ko'rinishida keltirib berilgan. Ana endi bu yerdan, ya'niki layers bo'limidan avvalambor hamma narsa frame yoki sectionlarga bo'linadi. Sectionlarni nimaligini keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Bu hozir bizga kerak emas. Asosiy bo'linmasi, ya'niki frame yoki sectionni ichiga joylashib ketadi. Ya'niki bu xuddiki bitta quti olib, qutining ichiga hamma narsalarimizni joylayotgandek masala bo'ladi. Misol uchun hozir menda qo'limda bitta quti bor va uning ichida har xil turli xil elementlar bor. Misol uchun gul, rasm, daftarlar, ruchka yoki yana qalam, istalgan masala bitta qutiga joylab olganman. Mana bu layers bo'limida bizda ham xuddi shunaqa holat. Har bir elementlarimiz bizda mana bu framelarning ichida joylashib turibdi. Ularni umumiy layers bo'limiga ham olib chiqishim mumkin. Misol uchun hozir mana bu matnni olamanda bu yoqqa olib chiqib qo'yaman va shu bilan mana u umumiy mana shu ishchi stolimga ko'chib o'tdi. Mana rangini hozir oq qilib qo'yaman. Mana va mana bu yerda ham ko'rib turganimizdek, mana layers bo'limida matnim nimani framening ichidan chiqib, mana bu ishchi stolimni o'ziga o'tib ketdi va mana bu yerda ham 1 2 3 4 ta frame va bitta matn bor. Ya'niki framening ichida joylashadi, ammo bu ixtiyoriy. Ya'niki bu bizga
uni tartiblab taxlab olishimiz uchun qulay hisoblangani uchun tushuntirdim. Umumiy olganda bizda layers mana shu bortimizda, ya'niki mana shu pagening ichida nima bor bo'lsa, hammasi mana shu layers bo'limida nima desam ekan, tartiblanib boradi, sortirovka bo'lib boradi. Va gruppirovka ham qilish mumkin, ya'niki ularni guruhlab qutilarga solgandek misolda tushuntiradigan bo'lsak, ya'niki guruhlab komplekt ko'rinishida saqlashimiz ham mumkin. Xo'p, ana endi keyingi masala framening ichidagi mana bu matn va to'rt burchaklar misolida ko'radigan bo'lsak, men frameni belgilayman. Uni ichini mana bu ko'rinishda ochaman. Mana. Uni ya'niki layerni, frame layerni, ya'ni frame qatlamini chap tomondagi mana bu ochish tugmasini bosishlik orqali uni ichidagi mana bu har bitta elementni ko'raman. Mana. Matn va rectangle 5 degani, ya'niki mana bu qizil to'rtburchakimning nomi va rectangle 4 esa mana bu ko'k to'rtburchakimning nomi hisoblanadi. Ularni 2 marta bosishlik orqali mana qizil to'rtburchak o'zgartirishim ham mumkin. Va mana buni ko'k to'rtburchak o'zgartirib qo'yishim ham mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda matn degan boya yozgan tipografik elementimiz bor. Ana endi boya tushuntirgan ishimni qiladigan bo'lsak, bu qanaqa bo'ladi? Hozirgi tartiblashi bo'yicha layer har doim yuqoriga qarab intiladi. Ya'niki framening ichidagi mana shu layerlarning orasida qaysi biri eng yuqorida turgan bo'lsa, bizga mana bu boardda, ya'niki mana bu frameda ham o'sha layer eng balandda turib ko'rinadi. Ya'niki vizualda shunaqa ko'rinadi, chunki biz mana shu bizni ishlayotgan pageimiz hisoblanadigan bo'lsa, ya'ni frameimiz hisoblanadigan bo'lsa, biz uni yotqizgan holatda ustidan qarab turamiz. Har doim shunaqa bizda vizual shakllanadi. Qachonki bizda qaysi element uni eng yuqorisida turgan bo'lsa, layerda u birinchi joylashadi. Va undan keyin bizda har doim u birinchi bo'lib ko'rinadi. Layers ya'ni qismida qaysi elementimiz pastga qarab ketaversa, u iloji boricha orqada pastda joylashgan bo'ladi. Ya'niki biz yuqoridan ko'rgan holatimizda ham shunaqa joylashadi. Xo'p, ana endi misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu ko'k to'rtburchakni bosib turishlik orqali yuqoriga ko'taraman va qo'yib yuboraman. Ana endi bizda nima bo'ldi? Layers bo'limida ko'k to'rtburchak elementi bizda yuqoriga o'tdi va mana bu vizual ko'rinishda ham mana bu ko'k to'rtburchakimiz eng yuqoriga o'tganligi uchun boshqa shakllarni yopib oldi. Ana endi men matnni ko'taraman va matn uni ustiga chiqdi. Qizil to'rtburchakni agarda yuqoriga olib o'tadigan bo'lsam, bu mana bunday boya aytganimdek qizil to'rtburchak matnning ustidan tushdi va matn mana bu ko'k to'rtburchakni ustida turibdi. Ya'niki joylashuvni biz istalgancha shunday o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi buni aniqroq ko'rib chiqqan bo'lsak, bizda yana bitta yangi o'rganishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Bu mana shu layerlarni biz guruhlab olishimiz mumkin. Ya'niki framening ichida juda ham ko'plagan bizda layerlar, ya'ni obyektlar, elementlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ularni misol uchun 5 ta 6 tasini guruhlab olishimiz mumkin va yana istalgancha layerlarni biz bitta guruh qilib olishimiz mumkin. Xo'p, buni qilib ko'radigan bo'lsak, aytaylik, mana shu matn va qizil to'rtburchakni men bitta guruh qilib olaman. Buning uchun ikkalasini belgilayman, ya'niki shift tugmasini bosib turishlik orqali elementlarni bitta-bitta belgilab olishim mumkin mana. Agarda belgilagan elementimni men xato belgilab qo'ygan bo'lsam, uni ustiga yana bitta bosishlik orqali u bekor qilinadi va qolgan belgilangan elementlar qoladi. Xo'p, matn va qizil to'rtburchakni shift bilan belgilab oldim. Ana endi bizda control va G tugmasi, ya'niki group so'zidagi bizda o'zbek tilida G tugmasini bosishligim orqali bizda mana shu elementlarni mana layer qismida ko'radigan bo'lsak, guruhlab oldi va uni group 1 nomi bilan saqladi. Ana endi buni agarda biz to'g'ridan to'g'ri sichqonchani o'zi bilan qiladigan bo'lsak, mana shu belgilab olingandan keyin mana biz layer bo'limini o'zida ham shift bilan bemalol belgilab olishimiz mumkin elementlarni va o'ng tomonni, ya'ni sichqonchani o'ng tomonini bosishligimiz orqali mana shu group selection opsiyasini belgilashimiz mumkin va shu bilan yangi guruh yaratiladi. Xo'p, ana endi nima bo'ldi? Bizda matn va mana bu qizil to'rtburchak bitta guruh bo'lgani sababli biz uni ustiga mana kursorni olib kelganimizda biz uni bittada ikkala elementni teng ushlab olishimiz mumkin. Mana.
agar ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, unda guruhning ichi mana layer bo'limida ko'radigan bo'lsak, guruhning ichini bizga ochadi va ana shu guruhning ichidagi bitta o'sha bizga kerakli bo'lgan ustidan 2 marta bosgan elementimizni ushlab beradi. Ya'ni hozir men 1 martada bosishlik orqali mana ikkala elementni teng olib yuribman va agarda menga faqatgina matn elementi kerak bo'ladigan bo'lsa, men uni ustidan 2 marta bosishligim orqali bizga mana shu elementni qaytarib beradi o'zini va uni o'zi bilan ishlashim mumkin. Xo'p, endi bizda hozirgi vaziyatimizda chegaralar masalasi bor, ya'niki mana bu qizil to'rtburchakning chegaralarini ichida mana bu matnimiz qoldi. Agarda men matnni boshqa joyga joylashtirsam va qizil to'rtburchak bilan mana shu matnim ikkisi bitta guruhda bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bunaqa holatda mana bunaqa guruhning umumiy chegarasi paydo bo'ladi. Mana guruhning umumiy chegarasi, chunki bu yerda bizda bo'shliqlar umuman hisobga olinmaydi va faqatgina mana shu elementni, eng chetki elementni keyingi elementlarga qadar bo'lgan mana bu masofa ham guruhni chegarasi bilan qo'shiladi. Mana ikkala element teng yuraveradi, qachonki u bitta guruh bo'lsa, ularga endi bir xil, ya'niki olib yurishlik mumkin. Xo'p, endi agarda men ko'k to'rtburchakni ham buni ichiga qo'shaman desam, shunchaki layerda olib turib mana bu yerga qo'shishim mumkin va endi biz 3 ta elementni birga olib yura olamiz. Agarda men uni chiqarib tashlayman desam, qizil to'rtburchakni misol uchun olib tashlaydigan bo'lsak, shunchaki uni yuqoriga ko'taramiz va u framening ichida bor. Ya'niki guruhning ichidan chiqib ketdi mana qizil to'rtburchak va u framening ichida qoldi. Agarda men uni framedan ham tashqariga chiqarib tashlasam, mana hozir shunaqa qildim. Framedan ham tashqariga chiqdi. Mana layers bo'limi qizil to'rtburchak framedan ham tashqariga chiqdi. Endi men frameni olib ketganimda qizil to'rtburchak shu joyda qoladi. Chunki u layer qismida, ya'niki guruhlangan, tartiblangan qismida mana bu framening ichida joylashmadi va shu sababli frame o'zining ichidagi elementlarni olib ketadi. Xuddiki boya guruh, ya'ni o'zining ichidagi elementlarni olib ketgandek. Xo'p, ana endi men framening ichiga joylayman va framening ichida guruh va uning ichidagi elementlari va frame va uning ichidagi elementlar joylashgan. Endi men frameni olib ketadigan bo'lsam, bu ketaveradi. Ya'niki har bitta birinchi turgan guruhlab oluvchi element o'zining ichidagi elementlarni olib yuradi. Bu degani, misol uchun hozir bizda guruhning ichida elementlar bor bo'ladigan bo'lsa, uni guruh olib yuradi va framening ichida qanaqa elementlar bor bo'lsa, uni frame olib yuradi. Xo'p. Ana endi ikkita frame'ni ham guruhlab olishimiz mumkin. Ya'niki bu mana. Endi men ikkita frame'ni guruhlab oldim va mana bu yerda layers bo'limida guruh 2 paydo bo'ldi va uning ichida ikkita frame bor. Ya'niki bu bemalol birsi-birsining ichida va birsi-birsining ustidan ishlab olishi mumkin bo'lgan ikki xil tipdagi element hisoblanadi. Xo'p. Demak, keyingi masala bu mana bu guruhlarning ichidagi parametrlari, ya'ni o'ng qismimizda bizda turli xil parametrlar bor, shularni ko'rib chiqamiz. Agarda biz mana bu layout bo'limidan agarda kengaytiramiz desak, mana bunaqa ko'rinishda bizga bularni kengaytirib, o'zgartirib beradi. Undan tashqari mana bu yerda uni vizual ko'rinishini yopishlik yoki ochishlik mumkin va fill qismida boyagidek uni rangini to'lib bo'yashimiz mumkin. Misol uchun guruhning ichida qanaqa nima element bo'lishidan qat'iy nazar, ularni barchasiga fill, ya'niki bo'yash, ichini bo'yashlik nimasini parametrini beradi va guruhning ichidagi hamma elementlarni mana bu ko'rinishda bir xil o'zi bo'yaydi. Xo'p, hozircha asosiy layers qismida ko'rib chiqiladigan masala shu edi. Ana endi yana bitta narsa ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu stroke. Ya'niki biz boyagidek ramka beradigan bo'lsak, mana bu guruhning ichidagi har bitta elementga bu narsa o'tadi. Lekin umumiy misol uchun istalgan bitta elementni yana ushlab turib, uni o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi.